Assalomu alaykum. Barchaga xayrli kun. Boshlangan kuninglar xayrli barakotli o'tsin. Inshaalloh yaxshi kunda, erta tongda sizlar uchun sifatli, yaxshi joyga yetib keldik. Aka-ukalar, yetuk bo'g'oz so'ragan bo'lsa, birinchi qoringa. Nomini o'zingizlar qo'yib olasizlar. Chiroyli, ko'zga yoqadigan svetidan, xudo xolisa orqa ketlari baland, korobka, yaxshi mollarimizdan. Sut kanallari ochilgan, xudo xolisa bolani ham 100 talik beradigan shvetimiz bor. Bu haqida ham ma'lumotlarni beramiz. Qiziqqan ishqiboziga Eston paroda aka-ukalar, suvagi buzug'idan ozgina mehr kerak, xudo xolisa o'zingizlar o'ylagan natijani ortig'i bilan beradigan yaxshi sifatli mollar. Aka-ukalar, biz hozir Andijon viloyati Marhamat tumani Chapayevda Qayim akamizni xudo xolisa xonadoniga yetib kelganmiz. Qiziqqan ishqiboziga mana bir dona dehqonchilik buqamiz ham bor. Pullari juda yengil aka-ukalar, xudo xolisa qo'pol qilib aytganda kilosiga ham arzon tushadigan yaxshilaridan. Xo'p, bir donadan laykni bosib, poddashkada bo'lsanglar, inshaalloh yaxshi shunaqangi sifatli zo'rlardan ko'rsatishda davom etamiz. Imkon darajasida video uzmasdan ko'ringlar. Xudo xolisa to'liq ma'lumotga ega bo'linglar. Tushunmagan joylarga mana ekranda nomerlar, Telegram, WhatsApp, Imo 500 ming, 1 million bilan ishinglar bitadi. Xudo xolisa uylargacha sog'-salomat yetib boradi. Dastavkasidan o'ylanmaysizlar. O'zbekiston bo'ylab bor, kelishilgan holatda vodiy ichi besplatniy. Xudo xolasa aka-ukalar 500 ming, 1 million tashlasanglar, qolganini uylarda ko'rib, tekshirib, yedirib, ichirib, bemalol qolgan pulini sanab berib yuborsanglar bo'laveradi. Aka-ukalar, sizlarni ko'p kuturimiz. To'liq ma'lumotni xudo xolasa Qayim akamizni o'zidan olaveramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xonadonimizga xush kelibsiz. Tuzimisiz, sog'za yaxshimi? Rahmat aka. Assalomu alaykum, oldingizmi? Dostonlar, mollar bir qator ko'rsatib oldingizmi? Xudo xolasa ko'rsatdik. Endi siz bilan birga to'liq ma'lumotlar berib chiqaramiz aka. Xudo xolasa. Xo'p, bularda nimalar ekanini aytib beramiz endi aka. Dostonbek, yeb ichishiga, bo'g'ozligiga 100% javob beramiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Dostonbek, shvetimiz bor, o'ta go'zal, ikkinchi qoringa. Zo'r. E'tiboshlari sifati mana oq quloq, oq tumshu, ikkinchi qoringa. Ikkinchi qoringa. Necha oylik aka bu? Dostonbek, 7,5 oylik, 7 oyga olishaversin. Gap yo'q. Bola tegadi. Xudo xolasa bir 2 oy mehnat qolgan. 2 oy. Uzog'i 2 oy. Masalan, ko'klamni olganda bu. 2 oy. Ko'klamga xudo xolasa. Zo'r. O'ta kevorga, shoxlarini ham qarang joyi. Ishlari yaxshi mana, putaylari ham 4 joyda. Tishlarini bir ko'rsatib bering, ha? Bo'laveradi aka. Ertaga tishlarini ko'rsatgan yo'qsiz, u bu bo'lmasin. To'g'ri. Molimiz o'ta baquvvat. Aka, ko'rsatmasin. To'g'ri, ana shu yerda ko'rsatgan bo'laveradi. O'ta baquvvat. 6 kiret Dostonbek. 6-chilarni chiqaribdi endi. Chiqardi. Endi chiqardi. Zo'r. Xudo xolasa sifatli yaxshi. Qornida ikkinchisi. Ikkinchisi deng. Ha. Mana. Yaqin bo'g'oz ishqozlarga 7 oydan o'tgan. 40 kun, 45 kun oshib ketsa 2 oy aka. Oshib ketsa 2 oy xudo xolasa. Zo'r. Uzunligi ham mana, liniyasi ham zo'r. Haligi tug'ib charchagan 10 ta, 15 ta mollarga anaqa qilmaysizlar, narxini solishtirmaysizlar. Xudo xolasa go'zalidan ikkinchi qoringa. Qayim aka, bularni xotirjam bir 10 yil, 15 yil maza qilib sigir qiladi. Ha, xudo xolasa yosh narsa kelajagiga. Zo'r. Dostonbek 1.28 ekan, 1.25 kilusiga olsin. 1.25 plus. Ha, zo'r. 1.28 chiqyapti. Uyga olib borib o'lchaganda ham behijolat. Behijolat, ha. 3-4 sm balandasi hech bo'la qilmaydi. Bizga bo'y muhim emas. Bo'y muhim emas. Mol o'zi turishi maqtalib turib qarang jonivor. Aka, bular sifatiga, sortiga oladigan o'zi. Shvet ishqozlariga. Xudo xolasa. O'ta go'zal. Chandirda ham yorvoradi xudo xolasa. Chandirlarni qarang. Idishlari yaxshi. Bu sutdan to'xtagan hozir aka. Sutdan to'xtagan. Bir 15 kun bo'ldi to'xtaganiga. Gap yo'q. Xo'p, birinchisi bo'lyapti. Xo'p, narxini nima deymiz aka? Narxini aytib ketaveramizmi? Narxini aytib ketaveramiz. Yaqin qilib endi siz bilan ikkovimiz birinchi marta nima qilib turibmiz? Xudo xolasa siz obunachilaringizga yengil qilib aytaman. Gap yo'q. Bitta telefonga yana sotaman xudo xolasa. Dostonbek 27 million kami bor. 27 million. G'ij-bij kami bor, so'raversa. Kami bor, kelishadigan joyda. Kelishadigan joyi ko'p. Xudo xolasa aloqa chiqishaversa. Aka-ukalar 2 oy mehnat qilgan. 2 oyda bolasi yoniga tushib, bir hech bo'lmaganda bir uyalganda bir 10-15 ta sut berar, ay bu jonivor. Xudo xolasa 10 tan tepasida. 10 tan tepasida. 10 tan tepasida. Behijolat. Ammo qarashga ham bog'liq, to'g'rimi? Hamma oxirga bog'liq. To'g'ri.
Oxiri yaxshi bo'lsa 15 dan tepasi beradi. Boylari 1.28, ikkinchi qoringa 7 oylik, tishlari 6 kuragini yorgan, narxiga 7 million kami 7 bor. million kami bor. Buni nomi nima endi aka? Buni o'ng'aring. Ko'zga yoqadigan. Dostonbek bu Buni suti dorilikka deb qo'yishardi. dorilikka deyshadi endi. Shu bor narsani nima bu deysiz? kattalarning gapi endi bu. Kattalarning gapi. Ha. Birinchi qoringa Birinchi qoringa. Dostonbek. Birinchi qoringa idish shunchalik o'ng'aring buni. Taydi yorib xudo xolasa. Zo'r. Chandirda ham qarang. Yaqin bo'g'oz. Necha kunlik qolgan aka buni? Uzoq 1 oyga olsin. 1 oyga. Uzog'i 1 oyga. Oshib ketsa 1 oy. Uzog'i oshib ketsa 1 oy. Aka 1 oyda mana shu chotiga sig'maydigan bo'lib ketsa kerak. Sig'may ketadi xudo xolasa. Boshlaganda mana mol o'ta yuvosh. Zo'r. Dostonbek mana. Mol o'ta yuvosh, pisi beradi. Oyoq ko'tarish unaqa bilmaydi. Zo'r. Birinchi qoringa. Yaqin bo'g'oz. Tishini olma ko'rib ko'rganman men o'zim ham mana. Siz bilan birgalikda ko'rib ko'ramiz. Mana. Eng qiziq joyi shu yerda mana aka. Ikki kurak endi yordi. Endi yorgan to'g'irlagan yo'q xudo mana xolasa. o so'skalari ham, sasoylari ham Hamma o joyida xudo xolasa. To'rt joyda xudo xolasa mana. Birinchi qoringa. Orqalari korobka, idishlari, chandillari hamma yo'g'i zo'r holatda. Xo'p, Hayam aka nima deymiz endi bunga aka? Dostonbek bir buni bo'ylanib o'lchab Bo'ylarni bering. o'lchab qo'ying. Endi aka o'zi bunaqa yosh narsalarni o'zi o'lchash ham xato. O'lchash xato-ku, mayli o'lchab beraveraylik. Kimdir telefon qilib so'raydi bo'yi necha deb. To'g'ri. Elorbek 1.30 ga yaqin chiqyapti bu ham. Aha. 1.25 plusiga olsin. Xo'p, necha chiqdi aka bo'ylari? 1.30. 1.30 ha? 1.25 ga olishaversin. 25 plusda. Plusiga. Xudo xolasa minus emas. Ha, Buni plusiga olgan odam ham o'sha ash kundan plusga kiradi, aka. Plusga kiradi xudo xolasa. Zo'r. Bir oyda tug'ib beradi-da, yaqin bo'g'oz. Bola lopilab tegadi, o'sha taydan solishni boshlar xudo xolasa. Endi aka bu zoti ham nomi bormi aka buni? Ko'k bulut deb qo'yamiz, Ko'k bulut deb qo'yamiz, chiroyli nom qo'yib. Gap yo'q. Bizga ham bir kepol bir hoji bobomiz berdi. Aka ko'zga yoqadigan rang ekanda, qarang. O'ta chiroyli. Olov ekanda. Ha. Zo'r. Aka-ukalar, sifatli Yaqin aytamiz. birinchi qoringa 1 oylik. Mashmonimiz rosa gapni bo'lyapti. Yomon bo'lyapti. Birinchi shuni aytishimiz kerak. Ha. Zo'r. Xo'p, kuragini ko'rsatdik. Kuragini ko'rsatdik, bo'ylarni o'lchadi. 1 oy oshib ketsa aka. Oshib ketsa 1 oy. Oshib ketsa. Doston, oshib ketsa 1 oy. Aka, narxini ayting endi buni. Buni yaqin qilib aytaman. Aha. O'zi men sizga endi birinchi marta chiqyapman. Siz obunachilaringizga yaqin qilib aytaman. 27 million 800 kami bor. 27 million 800. Kami bor. 28 ham demadingiz. 28 ham demadim. 28 yarim ham demadim. Aka birinchi qoringa zo'r. Xudo xolasa olib foydalanib Rahmat aytadigan narsa xudo xolasa. Gap yo'q. Aka bu molingiz ham, bunisi ham Hammasi sifati ham. yaxshi, xudo xolasa. Bir-biridan chiroyli narsalar, go'zal. Endi mana unimiz sut kanallari ochilib, bolani ham yustalik beradigan Ha, payt. sinalib bo'lgan u molimiz. Endi aka mana uni hozirdan idishi mana unikidan o'tib ketadigan-da. Xudo xolasa shunaqa. Bu sutga ekanda asosan aka. Yo'nalishiga. Zo'r. Xo'p, uchinchi molimizga to'polon qilyapti turgan aka. Zo'r. Bu hozir yakka aka, buni bolasi yo'qmi? Bu yakka. Aha. Buni yakka qilib olganmiz. Xo'p, aka bunga deycha mehr kerak. Endi mehr kerak. Puliga pul qo'shadigan narsa. Endi qarang aka, asha aytadigan narxingizdan hozir nech pul aytishingizni bilaman. 500 ming so'm asha yem hashaga o'tib berib aytasiz. Bo'ldi. Ha, ozgina mehr bersa, suvagi buzuq narsa ekan, zo'r. Gazli uzun narsa, liboy tomonlama. Aka, bir oy mehr bersa bunga, et oshini zo'r qo'ysa bo'ladi. Suti bor. Suti bor. 2 oy gumoni bor, tekshirtirganmiz. 2 oy gumoni bor. Ha. Xolasin qisirga olsin. Aha. Xolasin bo'g'ozga olsin. Shu holatiga beraveraylik, Shuni emas, shu molga beraman. Shu mol. Yog'i peshana. Peshana. Gap yo'q. Ertaga qisir chiqib olib, u ekan, bu ekan bo'lmaydi. Mana shu molga beraman. Endi chiqib qolsa yutug'i, chiqmasa esa yutkazmaydigan qilib aytasiz. Narxini ham. Suti bor. Suti bor. Idish ham yaxshi. Necha litr suti bor hozir? Bir xamir bormi aka? Xolasin bir xamirga olsin. Xohlasading. 5 ta suti bor. 5 ta suti bor. Ha. 4 litrga olaversin. Ko'paytirib olsa bo'laveradi, o'zini qo'lida. Bo'yi ham yaxshi ekan aka. 1.33. 1.33. 1.30 pilusiga olaversin. 30 pilusga. Ha, 1.30 pilusiga. Bo'ldi aka. O, 1.30 pilusga olasa, mana idishlari
joylari hamma yo'g'i 4 joyda. Maza qilib boqadigan xudo xolasa aka. O'ta go'zal narsa. Yosh. Yosh. Ammo tishini men ham ko'rganman. Aha. Mana shu yerda birgalikda ko'ramiz. Qani, eplaolamizmi? Eplanamiz. Ana Usmonbek. Zo'r. Tishlari yaxshi. Tishlari o'ta go'zal. Nechinchi qoringa bo'ladi aka bo'g'oz bo'lsa? Bo'g'oz bo'lsa xolasin 3 ga olsin, xolasin 4 ga olsin. Xolasin-da. Ha. Zo'r. O'zlari bahosini berishaveradi. O'zlari bahosini berib nima qilaveradi? Puli yengilmi aka muhimi? Puli yengil. Nechi Yengil pul qilib aytaman. Noston o'z chemam 21 edi. Mayli sizni nimangizga birinchi marta chiqib turibman. 19 million kami bor. 19 million. Yana kami bor. 19 million kami bor. G'ij-bij kami bor. Telefon qilib bemalol aloqa chiqishaversin. Gap yo'q. Xo'p, bemalol sinab olaveradi molni. Aka, endi hamma ma'lumotni berdik. Agar Noboda so'raganiga endi joyimiz ham ozgina tor ekan. Hali yurgizib, oyoq qo'li behijolat-a? Behijolat. Xolasi yurgizib beraman. 1-2 metr, 3 metrdan. Yurgizib atdalni videosini qilib beraverasiz. So'raganiga. So'raganiga. Behijolat nima qilishaveradi. Bolalarimiz yo'q. Buqachamiz nima deymiz endi? Ko'chat ekana bu ham, Doston bitta o'ta chiroyli shved ishqollariga buqachamiz bor. Zo'r. Orqalari ham korobka ekan-da. Bu dehqonchilik. Dehqonchilik. O'zimiz xonada turgan buqacha. Hamma yo'g'i joy-joyida. Yeb ichishlariga hamma yo'g'iga javob beramiz. Og'zida kuretish yo'q hali. O'zi. Necha oylik bu? Ot turishlarini qarayman. Yoshda hali. Xolasin 9 oyga, xolasin 10 oyga olsin. Hali kure yormagan. Og'zida kuretish yo'q. Zo'r. Ko'rsatib ber, qiziqqaniga sotamiz ona. Qiziqqaniga-ni? Yengil. Yengil. Foydalanmaganga ham beraveramiz. Telefon qilishaveradi. Xo'p, necha pul aytamiz aka bunga? Yaqin qilib aytaman. Doston. Necha pul? 27 ham emas, 25 ham emas, 24,5 kami bor. 24,5. Yarim. G'ij-bij kam. Turishini buni stokalarni. Bo'ylarni bir o'lchab bering, ha? Ishqoziga. Gap yo'q. Akaliga 20 ta 30 ta xunajim baqadiganlar ham olib qo'ysa bo'laveradi, ha? Urib qo'yam ishlayveradi, ha? Ishlayveradi, xudo xolasa, zoti bor. Bu yem yalab pop shekilli. Yem yalagan. Bitta sho'xligi bor. Necha ekan? Shayda aytib. Biri 20 ekan, biri 15 plusiga olsin. Biri 20 dan baland shekilli, ha? Ya biri 20 chiqdi endi bizda. Biri 20. Ha. Biri 15 plusiga olishaveradi. Zo'r. Narxini aytdik, hamma yo'g'ini aytdik, og'izda kuretish yo'q. Qiziqqaniga beramiz ishqoziga. Dastavkalarni qilib berasiz, ha? Dastavkasi vodiy bo'ylab. Vohalarga, vohada aka-ukaxonlarga kelishgan holda. Mashinadan muammo yo'q. Mashinadan muammo yo'q, 1 gram ham. Gap yo'q. Pulni tashlaydi kartaga. Nech pul tashlash kerak aka? Vodiydan bo'lsa nech pul tashlash kerak? Vodiydan bo'lsa 500 ming so'm tashlasin. Xo'p, vodiydan tashqarigachi? Vodiydan tashqariga 1 million. 1 million, ha? 1 million bilan ish bitadi. Ish bitaveradi vohalarga. Zo'r. Tog'dan iyag'iga. Xolasin Samarqanddan bo'lsa, xolasin Qashqadaryodan, u qizig'i yo'q. Xolasin Jizzaxdan, bizga umuman nimasi yo'q. Xolasa bugungi shular aqayim aka. Bizga bugunga shular Doston. Mana qaysi molimiz yoqqan bo'lsa, 24 soat aloqadamiz, elda xizmatidamiz. Xudo xolasa. Qanaqa endi kamchilik bo'lsa, uzr so'raymiz. Kamchiligini aytsadi, nima qilib beraveramiz. Xo'p. Aka-ukalar bugunga shular mana birinchi, ikkinchi, uchinchisi. Buningga oshib ketsa 1 oy, bunisiga mana 1,5 oy, 2 oy aka. Oshib ketsa 2 oy bunisiga. Shvetimizga. O'ta go'zal narsa bu ham. Aka-ukalar liniyasi bor. Toza qonligidan. Xudo xolasa bolani ham 100 soat beradigan. Oqtek hamma joy-joyida xudo xolasa. Aka-ukalar ketkizgan vaqtinglarga rozi bo'linglar, joninglar sog' bo'lsin. Tushunmagan joylarga mana akamizning nomerlari bemalol 24 soat aloqadamiz. Xush kelibsizlar xonadonimizga.